La'nati, bu yana nima? Jin ursin. Qo'rqinchli holat. Kimdandir telefon topib yordamga chaqirmasam bo'lmaydi. Kechirasiz amaki, mening mashinam yo'lda. U o't olmayaptimi? Ha, mashinam yo'lda sizning uyingizdan taxminan 300 metr nariroqda o'chib qoldi. Juda ham yomon ish bo'libdi. Ichkariga kirib tur, shamol biroz tinsin. Tashqari juda ham sovuq. Mening uyim anchagina issiq. Biroz o'tirib tur. Rahmat amaki, men faqat qo'ng'iroq qilib olsam bo'ldi, mashinamda kutib o'tiraveraman. Bu ob-havoda telefonning ishlashi amri mahol. Biroz o'tirib tursang, issiqqina kofe ichib, kamin oldida biroz isinib ol. Ungacha yomg'ir ham tinadi. Men evakuatorga qo'ng'iroq qilaman. U senga yordamga keladi va mashinangni olib ketadi. Qanday bo'lar ekan? Men invalidman, 68-yildan beri. Shu ob-havoda bir o'zing qayoqqa yo'l olding? Opamning oldiga ketyapman. Anchadan beri mening oldimga borgani yo'q. Kofe juda mazali ekan. Oy, menga nima ichirdingiz? Boshim juda og'riyapti. Men nima ichirganimni keyinroq bilib olasan. Sen kimsan? Jin ursin. Sen qayoqdan kelib qolding? Men uyimda o'tirgan edim. Axir o'zing kelding. Mashinam buzilib qoldi. Menga yordam kerak deb uyimga o'zing tashrif buyurding-ku. Sen to'g'ri aytding. Kofe juda ham mazali. Xuddi sening qoning kabi.